Salom. Bu guruhga yangi keldim. 2026-yilda yangilik bo'lib. Omon. 2026-yil yangi. Qanday maqsadlar bilan keldingiz? Katta maqsadlar bilan keldim. Albatta qo'raman bikiman. Yo'q, unaqa niyatim yo'q. Guruhni birlashtirish. Ha, yanada kuchli qilib. Kelsin shu guruhga. Shabona o'zi aslida bizni necha yillardan beri biz bilan bitta jamoada ishlaydigan qizimiz. Kichkinaligidan bilaman, ancha yillardan beri juda ham iqtidorli, talantli, har tarafimga Alloh bergan uzun sochli qizimiz. O'shanga taklif bildirdim. Ancha payt o'yladi, bir 2-3 oy mobaynida o'ylab yurdi va oxiri ko'ndirishga sababchi bo'ldik. O'zlari Shabona o'zlari ko'nmayotgandilar sahnaga chiqishga. Shabona sahnaga ko'p chiqqan, lekin bez guruhiga bu qiyinchiligi qanday ekanligini biladi. Mehnat qanday ekanligini, og'irligini biladi. Universitetda ta'lim oladi, o'qishlarim bilan bir vaqt o'zida gastrollarimiz, konsertlarimiz to'g'ri kelib qoladi. Shundan cho'chayapman ustoz deydi. Va buni amallaymiz. 4 ta qizlar bor, bir kishi yo'q qolsa hech narsa qilmaydi dedi. Tushunamiz deysiz vaziyatni. Guruh a'zosi bo'lish juda ham qiyin menimcha. Omajon, ayni mana shu yerga qo'shilish uchun mana hozir Gulchehra ham havas bilan qarab o'tiribdi, bu yoqqa qarayapti, bu yoqqa qarayapti. Bir-biridan chiroyli kiyingan yigit-qizlar ko'rib xursand bo'lyapti. Deylik, mana shu jamoani a'zosi bo'lish, guruhda a'zosi bo'lish uchun qanday shartlarni o'tish kerak? Qancha talab qilinadi? Nimalar talab qilinadi? Qanday? Qancha talab qilinadi? 100 millioncha pul kerak desam. Hozir bizning moliyaviy ahvolimiz. Moliya ahvolimizga kerak, yangi kliplar olishimiz kerak uchun xarid bo'ladi. Yo'q, moliyaviy taraflama hech qanaqa emas. Talant bo'lish kerak. Birinchi o'rinda qobiliyat bo'lish kerak. Albatta raqsga tusha bilish kerak. Raqsga tusha bilish kerak. Chunki bizlarda qo'shiqlarimiz juda ko'pi bu sho'x taronalar va bizda raqsga postanovka qilinadi. Nima uchun? Sababi bir guruh bo'lgandan keyin chiroyli chiqadi raqs. Raqs birinchi o'rinda talabimiz raqs bo'ladi. Keyin ovozi ham bo'lish kerak. Ovozi bo'lish kerak. Ko'rish shart emas. Yo'q, ko'rish ham shart. Har taraflama. O'zini nega kelgan yigit qizlarni hammasi chiroyli bola. Uch metra ushlayapsizlar. Ishlarlar bor. To'g'rimi demak? Qarang, tabiiy go'zal hammasi. Hammasi har xil viloyatlardan kelib olgan. O'zbek qizlari go'zal o'zi. Hozir chiqishdan oldin Surxonchashuvlar bo'ldi, Buxorochashuvlar bo'ldi. O'sha bizdan keyin biz chiqqanda aytmoqda-da o'shani. Surxoncha qizimiz ham bor, Buxariyskiy qizimiz ham bor.